Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bu videolavhamda sizlarga gemoroy kasalligining davosi to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Aziz obunachilarim, agar gemoroy kasalligi sizni hayotingizda birinchi bor bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta dori, svecha, mazlardan foydalanib davolansangiz bo'ladi. Masalan, allergiyangiz bo'lmasa, Tetravinol, Tetralex tabletkaladan kuniga 2 mahaldan 1 oy davomida ichsangiz bo'ladi. Va albatta svecha, Natalsid svecha yoki Anzol svechasidan, Proctoglivinol svechasidan foydalanib kuniga 2 mahaldan davolansangiz bo'ladi. Yana albatta qo'shimcha qilib Gepatrabin G, Pasteurizan degan mazlardan ham foydalansangiz bo'ladi kuniga 2 mahaldan. Aziz obunachilarim, agar gemoroy tugunchalari sizni surunkali bezovta qiladigan bo'lsa, ya'ni og'risa, achishsa, qichishsa va qonasa, bunday holatda albatta operatsiya qildirish kerak bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, gemoroy operatsiyasi spinalniy narkozda yoki общий narkozda amalga oshiriladi. Operatsiya jarayonida o'sha bo'rtib chiqqan gemoroy tugunchalari butunlay olib tashlanadi va bemor kasallikdan xalos bo'ladi. Albatta operatsiyadan keyin 1 oy, 1,5 oy davomida har kuni perevasiya qilish kerak bo'ladi. Levomikol yoki oflomilit mazlardan foydalanib. Va albatta og'ir yuk ko'tarmasdan, kuchanmasdan o'zini ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Aziz do'stlarim, hurmatli obunachilarim, savollaringizni kommentariyaga yozib qoldiring, harakat qilib javob qaytaraman. YouTube kanalimga podpisatsiya bo'lishni unutmang.